Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz urbanizatsiya. Sababi 2050-yilga kelib dunyoning 68% aholisi shaharda yashash kutilmoqda. O'zbekistonda ham urbanizatsiya jarayoni shiddat bilan bormoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda aholining turmush darajasini yuksaltirish, fuqarolarni munosib uy-joy bilan ta'minlash hamda zamonaviy yashash muhitini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Demak, kelinglar bo'lmasam urbanizatsiya o'zi nima degan savolga qisqacha javob beramiz. Urbanizatsiya bu grek latin tilidan olinganda urban degan shahar. Devar urbanizatsiya muhitni shaharlashtirish. Mana nima degan urbanizatsiya. Lekin urbanizm bor, urbanizatsiya bor va urbanizatsiyalashtirish. Bular hammasi har xil qirralari. Urbanizm bu fan. Urbanistika bu amaliy rivojlantirish. Urbanizatsiya bu jarayon. Mana o'shalarni farqiga borib turishimiz kerak. Tushunarli. Demak, hozir biz shaharlashtirish to'g'risida gaplashar ekanmiz. Urbanizatsiya o'zi kerakmi? Va agar kerak bo'lsa, nimaga kerak bu narsa? Urbanizatsiya bu na ijobiy, na salbiy. Bu tabiiy jarayon. Insonlar talabi desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Chunki qishloq xo'jalik sohada odamlarni ish kuchi kamayib boryapti. Chunki avtomatizatsiya, elektrifikatsiya, kompyuterizatsiya bo'lganda, mana qaranglar, bitta misol sizlarga. Gretsiya mamlakatida atigi 5% aholi qishloq xo'jaligida jalb bo'lgan. Faoliyat yuritadi. 5% butun dunyoga olivka yog'i, supermarket, bironta bu dunyoda supermarket yo'qki, olivka yoki olivka yog'i yo'qligi bor mavjud. O'shaning uchun bizda ham sekin-sekin qishloq xo'jalikda ish joylar kamayib boradi. O'shaning uchun odamlar qayerga intiladi? Shaharlarga. Bu yaxshimi yoki aksinchami? Aytdim-ku, na yaxshi, na yomon. Bu tabiiy. Bu shunchaki Bu fakt. tabiiy jarayon. Bunga boshqacha ham izoh bersa bo'ladi. Masalan, O'zbekiston aholisi bir yilda o'rtacha 750, 800, 900 ming kishiga ko'payib boryapti. Deylik, mana 15 yildan keyin o'rtacha O'zbekiston aholisiga yana 15 million kishi qo'shiladi. Prezidentimiz o'sha Bakuda o'tkazilgan urbanizatsiya forumida ham aytib o'tdilarki, O'zbekiston aholisi keyingi yilda 15 million ko'payadigan bo'lsa, biz urbanizatsiya darajasini hozirgi 51% dan 65% ga ko'tarishimiz kerak deb aytdilar. Bu nima degani? Aholi ko'payib ketaversa, nima cheklangan? Yer resurslari cheklangan birinchi navbatda. O'zbekiston aholisi deylik 50 million, 60 million bo'lishi mumkin, lekin yerimiz o'sha yerimiz ko'payayotgani yo'q. Agar biz hammaga o'sha yer ajratib berilaveradigan bo'lsa, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq juda ham dolzarb, muhim masalalar bor. Bu yechilmaydi. O'shaning uchun ham shaharlashtirish, ya'ni aholini shaharga jalb qilish va shaharlarni bo'yiga o'stirish masalasi bugun eng dolzarb masalaga aylandi. Yaqinda o'tkazilgan forumda ham bu butun nafaqat O'zbekistonda, butun dunyodagi eng muhim, dolzarb, muhim strategik masalalardan. Bo'yiga o'stirish deganingiz ko'p qavatli xonadonlar ko'payishini aytyapsiz, to'g'rimi? Bora-bora shu hovli uylar yo'q bo'lib ketadi degan gap rostmi yoki hali bunga ancha bormi? Endi uni yana mutaxassis izoh berishi mumkin, lekin hali beri endi yo'q bo'lishi qiyin, chunki aholini ko'payish tendensiyalariga ham bog'liq bu narsa. Hozirgi sharoitda, misol uchun, shaharlar qanchalik eniga o'ssa deylik, Toshkent kengayib ketaversa, ijtimoiy infratuzilmalarimiz bor. Masalan, kanalizatsiya bor, gaz, suv, maktab, bog'cha, qancha uzoqlashgani sayin aholiga shuncha noqulay bo'ladi. Maktabga borishi, o'qishga borishi, bog'chaga borishi, ko'chadagi ularga misol uchun gazni yetkazib borish, elektrni yetkazib borish, kanalizatsiya tarmoqlarini tortib borish shuncha davlatga qimmatga, iqtisodiyot uchun zararda. Lekin qancha urbanizatsiya yaxshi rivojlansa, mamlakatning iqtisodiyoti shuncha rivojlanadi. Chunki aholi bir joyga to'planadi, ularga xizmat ko'rsatish osonlashadi, deylik, boya yuqorida aytganlarim nuqtai nazaridan, va yer resurslari saqlanib qoladi.
qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash masalasi har doim strategik masala hisoblangan. Keyinchalik hovlilar yo'q bo'lib ketadimi deyapsiz? Bu endi aholini talab va takliflariga qarab bo'ladi. Bu mutlaq yo'q bo'lishi yoki mutlaq qolish haqida fikr bildirib bo'lmaydi. Lekin hozir nimaga qarab intilyapmiz? Energiya tejamkorlik va yashillikka. Bu davlat siyosatdagi darajada, davlat rahbari nazoratdagi darajada xaritadan ko'rsangiz, kompyuterdan ochib ko'rsangiz, Abror aka, siz hovlilarning oldida yashil zonalar ko'rasizmi? Mana ko'rsangiz, birorta yashil zona yo'q. Mahallada siz uyingiz oldida огородda ekib qo'ygan archa yoki shunga o'xshagan ziloniy zonangiz bo'lishi mumkin, lekin umumiy park yoki umumiy dam olish joylari yo'q. Buni qayerda kuzatamiz? Ya'ni biza o'shani ko'p qavatli uylar qilgandan keyin uni tartibi bor. Tartibga ko'ra yonida bog'cha, maktabga yaqin qilamiz yoki o'sha bo'lmasa ehtiyojga qarab maktab, bog'cha qurish yoki yashil maydonlar, yashil yo'laklar va o'sha bolalar maydonchasi quriladi. Shunga ko'ra aytmoqchi bo'lganimki, urbanizatsiya rivojlantirilar ekan, ya'ni gorizontaldan vertikalga o'tar ekanmiz, uni asosiy fokusi qaraladigan narsa bu yashillikka, ya'ni eko muhitga moslashish. Qaranglar, yashillikka e'tibor berib, boshqa narsalar e'tibordan chetda qolib ketmayaptimi? Masalan, parkovka masalalari, masalan, kanalizatsiya masalalari, drenaj masalalari, bu narsalar chetda qolib ketmayaptimi? Juda noqulayliklar tug'ilyapti. Ko'p qavatli binolarga borganimizda aynan mashina qo'yishdi. Ko'p qavatli binolardan uy olgan tanishlarimda kanalizatsiya bo'yicha muammolari bor. Albatta bu aholi tomonidan ham ko'p taklif va e'tirozlar bo'lgan. Shunga ko'ra shaharlarda hozir majburiyat qilib norma kiritildiki, ya'ni har bitta yangi qurilayotgan markazdagi uylarga bittadan parkovka majburiy etib belgilandi. Tumanlarda, ya'ni o'sha chetroq hududlarda ikkita uyga bittadan to'g'ri keladi. Lekin shahar markazlarida bittaga bitta deb majburiy etib belgilangan. Endi shu qonungacha bo'lgan qurilgan uylarda bu muammoni qanday hal qilsa bo'ladi? Endi butun dunyoda ham 100% parkovka yo'q. O'zingiz ham chet davlatda bo'lgansiz, sizni ham Instagramda kuzataman, chet davlatda bo'lgansizlar, lekin har bitta nimada to'g'ridan to'g'ri 100% parkovka bilan ta'minlanmagan. Lekin uni atrofida yoki qo'shni hududlarda pullik yoki o'sha mahalla maydonlarida qo'yish imkoniyatlari bor. Shuning uchun aytilyapti-da, mana boya urbanizatsiya rivojlanishi nima uchun kerak? Shaxsiy transport vositasidan kamroq foydalanish kerak odamlar. U ana hashamat, boyagi nima, u davrlar o'tdi. Endi shahar aholi uchun qulay bo'lishi kerak. U jamoat transportidan foydalanish kerak. 15 daqiqalik shahar degan tamoyil ilgari surilyapti. Mana urbanizatsiya qo'mitasi ham shu masala bo'yicha ishlanib, har bitta loyihada, har bitta mana kelajakda quriladigan, rejalashtirilayotgan shaharlarda, loyihalarda shu narsaga e'tibor qaratilyapti. 15 daqiqa bo'lish kerak. Misol uchun uni maktabi ham, bog'chasi ham mana nima uchun boradi? 15 daqiqa bo'lish kerak. U jamoat transportida yetib olish kerak o'sha. Lekin to'g'ri aytyapsiz. Bilasizmi, yaqinda Abror aka menda ham shunday fikr tug'ildiki, mashinamni sotib, undan ko'ra metro, avtobuslarda yurganim yaxshi-ku. Chunki kuzatyapman, metrolarda ham avvallari 5-6 daqiqada kelsa, hozir har daqiqa qatnayapti kerak bo'lsa. Lekin boshqa tarafi bor. Endi boshqa tarafi bor. Ayting keyin. Ma'lumsin, siz ayting. Hammalar har xil muammo. Birinchi, ikkinchi tarafi borki, biz rostdan ham o'zi xalq bilan gaplashganda xalq shu narsani xohlayaptimi yo'qmi? Aytishi mumkin, ha deb, lekin nechta mashinangiz bor? Bir dona. Uyingizda-chi o'zi umuman? Adangizda bormi? Adangizda bor, akangizda bor, misol uchun ukangizda bor, har bir oilaga 2-3 tadan mashina to'g'ri kelyapti. Biz hozir shunaqa davrdamizki, oldin hech narsamiz bo'lmagan deyarli. Mashinalar bular juda katta bir nima deydi, tanqis narsa bo'lgan va hozir hammamiz o'zimizga mashina olgimiz kelyapti, boshqa qilgimiz kelyapti. Biz hozir avtobusda yurgimiz kelyapti. Mashina mayli, katta mashinalar bizni yo'lga umuman to'g'ri kelmaydi. Ular juda ham ko'payib ketgan. Biz bu narsani xohlamayapmiz-ku, xalq sifatida. Biz o'zimizning mashinamiz bo'lishini xohlayapmiz-ku. Pul yig'ib bor-ku demoqchisiz. Mashina olib, uy olmasak ham kreditga mashina olyapmiz-ku. Shuni xohlayapsizmi? Marhamat qilib parkovkaga pulni to'lang. Masalan, Toshkent shahrida parkovkalar qilinyapti. Soat 12 ming bemalol to'lashingiz mumkin. Joy yo'q. Misol uchun deyman-da, sekin-sekin o'sha siz qancha hashamat xohlasangiz, qancha komfort xohlasangiz, marhamat to'lash kerak. Pulni to'lab qo'ying, bemalol yashayvering. Lekin biz aholi uchun
jamoat transportidan foydalanish uchun qulay sharoit yaratish kerak. Urbanizatsiyani Buni tan olish kerak, lekin to'g'ri. Targ'ibot ham shunaqa bo'lyaptiki, mana o'sha oyning 2ta kuni, ya'ni o'sha ishga jamoat transportida borish faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda, ya'ni o'sha ekologik muhitni saqlash. Hamma mashinada borsa bilasiz qancha gaz chiqadi, qancha unda zaharli modda chiqadi. Hammaga taalluqliki, ya'ni o'sha jamoat transportida borib, jamoat transportida kelish. Hattoki yaqinda ko'rdim, transport vazirligi bitta loyiha ishlayapti, ya'ni yurganingizga qarab pul to'laysiz. Unda ham qulayliklar yaratilyapti. Yurgan masofa qancha ko'p yursangiz ko'proq to'laysiz, lekin qisqa yurganingizda qisqa to'laysiz, boshqaga o'tganingizda kamayib ketaveradi. Uni ham chorasini ko'rinyapti. Bilasizlarmi, Toshkentda necha foiz aholi mashinaga sazovor? 70% xonadonlar kamida bitta mashina bor, kamida. To'g'ri. Bizamni taqqoslasak, Gollandiya, Amsterdamda ular juda rivojlangan mamlakat, to'g'rimi? Ammo velosipedlarda yurishadi. 29% aholilar, xonadonlar Biza endi erishyapmiz. Biza endi erishyapmiz. Bizda endi moliyaviy erkinlik bor. Endi qo'limizga pul tushyapti. Endi bizga kreditlar berishyapti. Moliyaviy ahvol yaxshi bo'lgani bilan bo'lib berishga. Moliyaviy ahvol yaxshi bo'lgani bilan odamlar ko'z to'yib olish kerak. majburlayapmiz yengil vosita olishga. Chunki eng yaxshi harakat qiladigan vosita bu yengil mashina, yengil vosita. Lekin jamoat transporti yurgimiz kelmayapti deysiz. Chunki u yaxshi rivojlanmagan. Qaranglar, 3 ta yo'llik, 3 ta polosalik yo'l. 1200 ta odam o'tadi 1 soatda. Agarda o'sha 3 ta yo'lni 2 taga qisqartirsangiz, bittasini faqat jamoat transportiga bersangiz, o'sha 2 ta qatorli yo'ldan 3000 ta odam o'tadi. Mana sizga javob. Mana Shota Rustam Yo'llarni kengaytirsak, yo'llarni sonini ko'paytirsak, transport masalasini faqat salbiy tomonga yechamiz. Biz hech qachon rivojlanib, mana hozir qaranglar. Nimaga unaqa salbiy tomonga yechamiz? Salbiy, chunki qancha ko'p yo'llar qilsak, qancha ularni kengaytirsak, shuncha odamlarni yengil vosita olishga majburlaymiz. Chunki bundan yaxshi harakat qiladigan vosita Hop, yaqin kelajakda bunga yechim topiladi degan umidimiz bormi? O'zi mana Yevropa misol keltiray, mana Shota Rustaveli ko'chasida bilasizlar, o'zgarish qilindi. Yangi mana o'rtada qanaqa natija berdi? Alohida yo'lak qilindi. Juda ham yaxshi natija. Misol uchun mana Sergelidan shahar markaziga kelmoqchi bo'lgan odam to'g'ri. Yengil mashinasidan ko'ra agar jamoat transporti avtobusda keladigan bo'lsa tezroq keladi. Men yengil mashinada u yo'ldan yurmayman. Juda probka. Lekin siz avtobusda yurib ko'ring. Ana agar mabodani muxlislar mashinani qo'ying. Avtobusda yurib ko'ring. Avtobusda ancha tezroq kelasiz o'sha masalan shahar markaziga. Chunki o'rtada alohida avtobus uchun yo'lak ajratilgan Murodxon aka aytganlaridek, hech qanaqa tirbandlikda turmaydi u, bemalol qisqa muddatda shahar markaziga kelish. Hop, yaqin kelajakda biz jamoat transport deymiz. Velosiped bor. Shuni aytmoqchiman, mana yaqin kelajakda biz shuni ko'ramiz o'zimizni. Amsterdam, Kopengagenda velosipedda qatnaydi. Men jonim bilan hozirgi yoshimda velosipedda qatnar edim. Qatnamayman, xavfli. Mana Navoiy ko'chada o'rdadan Hadragacha velo yo'lak qilib qo'ygan. Qing'ir-qo'yshi bo'lsa ham baribir bor. Nima qilaman unda? Hop, sizda mashina bormi? O'rdadan Hadragacha aylanib yuramanmi? Ular zanjirli, ulangan tizim bo'lish kerak. Velo infratuzilma va ularga qo'shimcha velo parkovka bo'lishi kerak. Lekin adashmasam bu yerda hammada o'zining shaxsiy avtomashinasi bor, to'g'rimi? Parkovkasidan yengil narsa velo parkovka. Zo'r. Hammada mashina bormi? Sizda mashina bormi? Sizda mashina yo'q. Sizda-chi? Sizda ham yo'q. Sizda bor. Bularda ham bor mana. Sizda bor-a? Asosiy bizga javob qaytarayotgan mehmonimiz. Hop, biz mashinada yuramiz. Rostdan ham hozir aytayotgan narsalari haqiqatmi? Ya'ni jamoat transportida rostdan ham qulayroqmi? Agarda solishtiradigan bo'lsak, maksimum mana 5 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, 5 yil orqadagi infratuzilmani ko'radigan bo'lsak, umuman boshqacha. Ya'ni jamoat transportini yengillashtirish, aholi soni ko'p bo'lgani hisobiga ularning sonini ko'paytirish. Ya'ni hozir transport vazirligi tomonidan yana shunaqa ilova ishlab chiqilyapti. Men o'zim xabarim bo'lgani uchun aytyapman. Bularning tirbandligi qattiq ko'payib ketyapti. Ular masalalar yechilyapti. Ya'ni qattiq ularning xavfida qolib ketyapti. Qaranglar, mana shu tirbandliklar, shu urbanizatsiyani evaziga emasmi?
urbanizatsiyani evaziga bu aytayotganlardek bu jarayonni biz atmen qila olmaymiz. Ya'ni buni inkor qila olmaymiz biz. Hech qachon aholi yaxshi yashash xohlayaptimi, u albatta urbanizatsiya jarayoniga uchraydi. Yildan yilga texnika rivojlanyapti, aholi ham rivojlanyapti, ularning ehtiyoji yildan yilga oshib boryapti. Shaharda imkoniyat ko'proq. Shaharda imkoniyat ko'proq. Demoqchimanki, faqatgina shaharga biz urg'u bermaymiz. Balki faqatgina Toshkent shahri emas, Samarqand shahri emas, Xiva shahri emas, balki ularning atrofida kichkina shaharchalar ham bor. Hozirgi paytda prezidentimizning qarorlariga asosan 299-qarorga asosan bosh rejalar, shaharchalarniki, shaharlarni, kelgan mahalla fuqarolar yig'inini bosh rejalari bularning hammasi ishlab chiqilyapti loyihachilar tomonidan va ularni hal etayotganlardagi 51% dan 15 yil ichida ularni 65% ga ko'tarish masalasi ko'tarilyapti. Ya'ni ularni agarda biz infratuzilmasini yaxshilab bersak, ekologik holatini yaxshilasak va ko'cha yo'l transport tizimlarini hammasini yaxshilab beradigan bo'lsak, aholi o'sha yerda rivojlanishiga ishonsagina, o'sha yerda maqom yashashga uning uchun faqatgina davlat bitta o'zi harakat qilish kerak emas. Davlat deylik o'tga infratuzilmani olib kelib berishi mumkin, yo'lni rivojlantirishi mumkin, lekin o'sha yerdagi bor mavjud biznesmenlar pul tikib turib o'sha aholiga qulaylik yaratish mumkin. Bitta hozir o'zi biznesmenlar ishlashyapti ko'pincha. Samarqandga kirib kelaverishdi, Perivaldan tushgandan keyin o'ng qo'lda uyli qurib tashashibdi. Noqarovman, lekin bo'm-bo'sh deyarli. Lekin kimdir o'sha yerga pul sarflab uy qurib qo'ygan, lekin bo'm-bo'sh. Endi sizni fokusingizda qaraganda shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni siz vizualni ko'rgansiz uni bo'm-bo'sh deb. Bu ham davlat siyosat darajasida o'ylangan, ya'ni Xitoy tajribasida hamma hududlarni bir xilda rivojlantirish. Bunda mana hamkasblarimiz, ekspertlarning xabari bor. Yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Hozir 60 ta bo'lsa joriy yilda buni 2030-yilgacha 100 taga, 2040-yilgacha 130 taga yetkazish ko'zda tutilgan. Bunda nima bo'ladi? Ya'ni siz aytgandek hamma hududda xohlagan viloyatingizni oling, o'sha viloyat markazlariga yaqin joyda uy-joylar quriladi. Uy-joylarga mutanosib poliklinika, maktab, bog'cha va o'sha yerda ishlab chiqarish, tekstilni aholiga mos ravishda, ya'ni o'sha aholining sharoitidan, iqlimidan kelib chiqqan holda shunaqa kompleksda quriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ham shunga tashkil etildi. Ya'ni urbanizatsiya qo'mitasi bo'ladimi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi bo'ladimi? Biza kim? Biza davlat xizmatchisi, davlat rahbarini siyosatini, ya'ni aholiga qulaylik yaratish, aholiga qulay uy-joylar, qulay infrastrukturani yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga biza lekin uni narx-navosini kim hozirgi paytda uy-joy tanlayotganda o'zi nimaga e'tibor berish kerak? Hozirgi paytda uy-joy qurishda o'zi qonun darajasiga chiqarildiki, mana hozir ko'p qurilyapti-yu. Kompleks qurilish. Ya'ni birinchi navbatda o'sha uy-joy qurishda maktablar, bog'chalar, ya'ni ijtimoiy obyektlar, keyin boya aytib o'tdingiz, kommunikatsiya, drenaj shu sistemalarda zamonaviy drenajlar, o'sha zamonaviy infrastrukturalar qurilish bilan bir vaqtda quriladi. Ya'ni oldin uyni qurib qo'yib, keyin infrastrukturasini tortish yoki maktab, bog'cha, bu yerda bog'cha yo'q ekan bog'cha quramiz yoki maktab yo'q ekan maktab quramiz emas. Oldindan bo'lgan uyni sotib olganman, misol uchun. Drenaj sistemasini, tizimini yoki bo'lmasam kanalizatsiyasini, bog'cha maktablarini. Bunaqa bo'ladi. Ilgari 4 ta eski uylarni ko'p qavatli uyni orasiga kelib, bitta tadbirkor sotib olardi, qurib tashardi. Ko'tarib qo'yardi. Keyin o'sha siz yashayotgan eski 90-yilda qurilgan ko'p qavatli uyni o'sha kanalizatsiya tarmog'imi, elektrmi, gazmi o'shanga ulanardi. Bu o'z-o'zidan atrofdagi odamlarda ham noroziligiga sabab bo'lardi, chunki bosim ortardi, boshqa bo'lardi. Hozir nima bo'layapti? Mana urbanizatsiya qo'mitasini tashabbusi bilan prezidentimiz alohida qaror qabul qilindiki, kompleks qurilish. Bu nima degani? O'sha bitta hududda ham bog'cha, ham maktab, ham infratuzilma mana shu hudud uchun alohida tortiladi o'sha nimadan, markazdan. Bu qaysidir o'sha ko'p qavatli uydan emas yoki qaysidir mahallaga ortiqcha bosim nuqtai nazaridan emas, alohida tortiladi. Masala mana shu haqda ketyapti. Bunaqa bo'lgandan keyin o'sha alohida hududning rivojlanishi, alohida hududda o'sha aholi uchun qulaylashishi yana ham ko'payadi. Deylik, mana Toshkent City bor-a? Hamma o'sha Toshkent Cityga boradi. Lekin aslida Toshkent Cityga o'xshagan hudud, ya'ni ham yashil parki bor, ham do'konlari bor, ham masalan kinoteatr, boshqa hamma ko'ngilochar maskanlar bor. Xuddi shunaqa markaz Toshkentda bitta emas, 4 ta 5 ta bo'lish kerak o'zi aslida. Sergeli aholi uchun bitta bo'lish kerak, Sergeli atrofida. Hozir ko'payapti lekin. Misol uchun. Mana shu xuddi mana shu tamoyil asosida hozir kompleks qurilish tamoyillari asosida Toshkent shahrida
3ta hududda mana shunaqa ko'p qavatli uylar, mana shunaqa hudud barpo qilinadi va umuman mana Samarqandda, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarda ham xuddi mana kompleks qurilish prezidentimiz 73-sonli qarori asosida respublika bo'yicha 6 ta hududda tartibga solish qumdoni maxsus huquqiy rejim joriy qilinyapti-da. Faqat mana shu 6 ta hudud doirasida namunaviy tarzda mana shu loyiha ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa biz buni qurilish boshlangandan keyin, loyihalar aniq bo'lgandan keyin yana jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalariga e'lon qilamiz. O'zbekistonda qurilishni, ya'ni shu urbanizatsiyaning rivojlanishini bir alohida namunasi belgisi Endi bo'ladi. qurilish haqida yana bir bor to'xtalib o'tsakki, qaysi ma'noda? Mana hozir bo'yiga o'syapti shahar deyapsiz. Ammo ko'ryapmizki, ko'p qavatli binolar haqiqatan ham ko'p qurilyapti, lekin uni kadastr masalasi juda ham katta muammoga aylangan. Chunki bilyapmiz, o'zi sabab nima bo'lyapti, uylar shu kadastr olishiga qiynalayotgani sababi nimada desak, aynan ma'lum bir qavatgacha ruxsatini olyapti, ammo qurish jarayonida 4-5 qavat qo'shib yuborishyapti. Shu sababdan kadastr ola olishmayapti deyapti. Buni kim nazorat qiladi va uning yakuni qanday bo'ladi? Mana qurib qo'ydi binoni. Umuman olganda o'zi davlat nazoratga olyaptiki, tugallanmagan qurilishlar sonini kamaytirish, ya'ni yo'qotish bu jarayonni. Buning uchun bizda hozir escrow hisob raqamlari joriy etilmoqda. Nima degani bu? Uy sotib olish uchun topshirgan pulni bankka topshiradi va bu toki qo'liga kalitni olmaguncha, ya'ni bir kadastr o'sha hujjatlarni olmaguncha pul mablag'i bankda to'liq. Bu qachondan ishga tushadi shu tizim? Bosqichma-bosqich ishga tushib boriladi. Hozir endi bu huquqiy jarayonlari bor. Hozir qonun loyihasi ishlab chiqilyapti. Qonun loyihasi yaqin kunlarda Oliy Majlisga taqdim qilinadi. Oliy Majlisga keyin bilasizlar, jarayonni deputatlar ko'rib chiqadi, muhokamalardan o'tadi. 2-3 marta undan so'ng Senatga taqdim qilinadi. Bu endi jamoatchilik muhokamasiga ham qo'yiladi, e'lon qilinadi va shundan so'ng menimcha shu yilning oxirigacha ishga tushadi bu tizim. Avvalo qanaqa uy tanlashingiz, qaysi maktab yaxshi, eng yaqin maktab yaxshi tamoyili asosida uy tanlashingiz kerak. Uy joyda agar siz qurilish jarayonida bo'lsa, majburiy etib belgilanganki, ya'ni qurilish majmuasini oldida qurilish bo'yicha barcha ma'lumotlar va QR kodi bor. Siz telefoningiz orqali QR kodga urganingizda barcha ma'lumotlar o'sha yerda kelib chiqadi. Agar o'sha yerdagi yozuv va sizga berilgan shartnoma bilan o'sha ma'lumotlar to'g'ri kelganda, bu uy haqqoniy, to'liq, ya'ni nimadan ro'yxatdan o'tgan, ya'ni barcha talablar asosida ro'yxatdan o'tganligini ma'lum qiladi. Qo'shimcha qilmoqchisiz, to'g'rimi? Qo'shimcha qilmoqchi edim. O'zi qurilish ishlari albatta bosh reja asosida ketish kerak. Shu maqsadda urbanizatsiya markazi tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi barcha bosh rejalarni raqamlashtirish jarayonlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunga kelib 1052 ta bosh rejani raqamlashtirib, DSHK shaffof qurilish.uz portaliga kirgizganmiz, platformasiga. Yo nima beradi bizaga? Platforma orqali oddiy foydalanuvchi ham yoki investor ham o'zi qurayotgan hududi haqida bor ma'lumot olsa bo'ladi. Masalan, qavatligi yoki qizil chiziqqa tushganmi yo'qmi? Yaqinda bitta yosh kattaroq arxitektor bilan gaplashib qoldim-da. Men bu nazorat yaqin kunlarda paydo bo'lyapti. Ungacha nazorat deyarli bo'lmagan. Men Xudodan so'rayman, yer qimirlamasin. Yer qimirlamasin, ko'pchilikning sho'ri qurib ketadi deydi. Bu narsani misol uchun o'sha talabga javob bermaydigan uylar bo'lsa, balki qanaqadir sinoz qilib yorish kerakdir, nimadir qilib yorish kerakdir. Odamlarning hayotini xavf ostiga qo'yish kerak emasdir balki degan savol tug'ilyapti menda hozir. Endi bu bo'yicha nazorat bo'yicha Vazirlar Mahkamasi huzurida Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi bor. Ular bu savolga javob berish kerak. Lekin men sizga aytamanki, hozir siz aytgan narsa xuddi nimada ijtimoiy tarmoqda divanda o'tirib yozilgan kommentariyadagi gap. Chunki unda asos bo'lishi kerak. Hozir tekshiruv bo'lyapti, boshqa bo'layotganini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu raqamlashtirish evaziga sizga oson ko'rinyapti, osonlashyapti sizni ko'ra olishingiz, nazoratingiz, haqqoniyligi va u kelib chiqishi, qayerdan paydo bo'lganligi oson bo'lyapti sizda. Bitta undan oldin ham bo'lgan demak. Undan oldin ham to'liq nazorat bo'lgan, nazoratdan chetda qolmagan. Ya'ni agar yangi uylarga qaraydigan bo'lsak, mana hozir Sergeli Yangi Hayot tumanida o'sha davlat rahbari tomonidan bundan 8 yil oldin 500 ta uy joy qurish taklifi berilgan edi. Hozir adashmasam 700 dan oshdi uy joylar, aholi ko'chib kirgan
Mana 8 yil bo'ldi. Aholi rozi yashayapti. Qishda issiq, Zo'r, zo'r. yozda salqin. Maza qilishyapti. Atrofimizdagi odamlardan ham qaysilaridir o'sha yerda Sinema yashayotgan uyi bo'lishi mumkin. U nazorat deganda nazoratsiz hech narsa yo'q, davlatda egasi bor. Zo'r. Ya'ni faqat raqamlashtirish evaziga bugun ko'pchilikka endi ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Nazorat masalasi yana bitta narsani aytdingiz. Siz boya savol berdingiz. U 5 qavatga loyiha qiladi, lekin 9 qavat qurib oladi deb. Bu kishi aytdilar, bosh reja masalasi. Mana urbanizatsiya qo'mitasi tashkil qilindi. Undan ko'zlangan asosiy maqsad nima? O'sha bosh rejaga rioya qilishni nazorat qilish, ko'rish. Bosh reja nima degani? Bosh rejada ko'rsatib qo'yilgan qaysi hududda necha qavatli uy qurilishi mumkin? 15 qavatmi, 20 qavatmi, 9 qavatmi? Mana shunga quruvchilar tomonidan, o'sha uy quradigan tadbirkorlar va boshqalar tomonidan rioya qilinishini birinchi navbatda nazorat qilish masalasi. Ikkinchi masala bu kadastr masalasini ham aytdingiz. Bu masala ham mana alohida nazoratga olindi. Mana 1-iyundan boshlab kadastr agentligi mana shu loyiha jarayonida mana shu siz aytganday o'sha 9 qavatliga foydalanishga qabul qilish jarayonida loyihaga mosmi yo'qmi? O'sha 9 qavatli loyiha qilib 12 qavat qurganmi yo'qmi? 9 qavat qurgan bo'lsa, o'shani nazorat qilib, agar loyihadan chiqib ketadigan bo'lsa, foydalanishga qabul qilmaslik bilan bog'liq qat'iy normalar ishga tushyapti. Xudo xolasa, bundan keyin bu yo'nalishni rivojlanishiga xizmat qiladi. Rahmat. Abror aka, menimcha bugun ozmi ko'pmi savollarimizga aynan urbanizatsiya jarayoni haqida ozmi ko'pmi savollarimizga javob oldik. Men deyarli hamma savolimga javob oldim. Demak, azizlar, O'zbekistonda uy-joy siyosati va urbanizatsiya sohasidagi islohotlar aholining hayot sifatini yaxshilash, hududlarni mutanosib rivojlantirish va zamonaviy shahar muhitini shakllantirishga qaratilgan strategik siyosatning muhim qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bizani xavfsizligimizni o'ylash bilan bog'liq bo'lgan ko'plab masalalar bor va bu masalalar nazorat ostidaligidan juda ham xursandmiz va to'g'risini aytsam, ko'nglim o'z joyiga tushdi. Bu o'zimizda tok shousi edi. Ko'rishguncha.